Boshlashding dorisin yo boshlashmading? To'ylarga barvashga qator o'tiramiz. Inshaalloh. Assalomu alaykum, qo'yasizlar. Shu o'zbek hastalar vardı 320 VIP'da. Şurada görüşse olur mu? İniyorlar da şu bebeğimiz var. Tamam, şuraya iniyorlar zaten. Hı. Tamam, teşekkür ettim. Evet, oraya ne köpçülükümüz. Gel oturayım aşağıda dua kılayım. Seni kötü. Otururlar. Yerimiz bilen geliştirme. Özün nazarından kalmasın. Çoğunluğu sağ selamet olur. Biz ana yurtumuza sağ selamet varız. Sağ selamet bir balağı çakanlık olur. Varın cuvarlık olur. Sağ olur bu günlerde unutup sağ selamet olup yetiştireceğim Allah'ım. Demek ki yaşını yapacağım seni yetmezse. Allah'ım. Acı nasip yoldaş olsun. Varım sağ selamet olup oynayıp görüş nasip eylesin. Allah'ım. Ahırlık bölümler şükür olsun. Günlerken hep çemçörünce sağ olursak selamet olur. Ben şeyden kesin ben şeyler saçlar sağ selamet olana üstünde kaç nasip eylesin. Evet, Allah. Özlem geçmişsin. Çabasın. Hiç gelemeyim ben. Yaxşıra. Ya tegemden kim, kimden kim, büceti kozlarına çıkıyorum. Sonra işte kuruş payı kirli olduğunda bıçağı kuşuya bıraktım. Diye kapatmam. Bücete de olanındaki onlar yanında doğru çıkıyor. Hoşça kim oldu kardeşe? Nümanın ortakâne nümay, Martın Hanım'la dedi. Özündeki nâbın nasıl geldi bu sene düşünün. Bir saatçılık nasıl yapamaz. Çünkü nimada da boshlang'ichida kelishdi-da, hali o'tkazib nima qilib kelishmadi-da. Boshida shu ham o'zi 100 yillik nima davo. Xohlasa hali ko'rmagandek. To'ylarga ham barvashga qator o'tiramiz. İnşallah. Xohlasa. O'shanga kuydim kamrolikka nevara ko'rsammi? Ketishda doktorda Sinan hojam. Rosa yaxshi. ketishda o'ziga ketaman. Xudo xohlasa yaxshi bo'lsa. Toshkentliklar ham keladi-da, yaqinda yanvarda. U Guli opa bilan ham biz yoniga kirgan edik. Issiq yoz kuyib pishib yotibmiz. Bularga ikkita choy olib kelyapti. Choy ichadigan qolmadi. Ashtaqa edi, juda ajoyib. Yana bittasi kelib qoldi mehmoni, keyin mana teg ofisga o'tib ichinglar deb ofislarni ochib berib, choyimizni ichqizib keyin chiqarib yubordi. Juda ajoyib doktor. O'shanasi yaxshi doktor. O'sha Toshkentdagi nima doktorlar ham tanirkan ularni-yu, Endi yaxshisini ichib chay qo'yavermaydi. O'zida mana yaxshi doktor o'zi tishida qoladi. butun Anqara bo'yicha eng zo'r ish eting. Tushda. Qarang. Meni yana kiyib ketdim. Meni bitta bir xil kiyam chiqarib kirdim. O'zi to'qinsin to'q. Juda yaxshi, yaxshi. To'q deb yorib tashlab o'tirib. Damlar to'q deb yurishga harakat qiladi. Shular yaxshi bo'lsa keyin biz yaxshi bo'lamiz. Shunaqa ekan. Hamma joyga borib kelasiz. Bu ham bitta imtihon. Boshlashding dorisin yo boshlashmading? Yo'q. Gaplashishdan qo'rqayam. Yo'q. Oldimizda. Ya o'zi boshlasa aytadi. Sinem xonimda telefon nomeri bor. Bor, WhatsAppdan. Telefon qilib so'rang, nima bo'lyapti? Ya o'zi xabar berishadi, boshlasa boshlayapmiz. Nima operatsiyadan oldingi dorimi? Ha, operatsiyadan oldingi dori. Bir hafta beramiz, keyin operatsiyaga olamiz deyishdi. Shetda o'zida bo'lar yo boshqa narsaga yana ko'chib ketadi. Yo'q, shetda o'zida. Hamma yo'q shetda. Bitta boshqa binosi yo'q. Shetdan bir tomonaga olib o'tib yana shekil chiqsa Ha.
O'zlari laboratoriyasi bor, o'sha qopishadi. O'sha kimyoterapiya berib turgan xona bo'lsa kerak menimcha. Nilufar opa. U Yo, endi ximyoterapiya bitta beryapti. işte kirishda xona bor edi. Menimcha bu tarafdagi bo'limga oladi, bu tepa bo'limga. U degani hali operatsiya ochib qisib Bu qiladigan. tomirdan beriladi-ku. Qon almashadi-yu, shunaqa tushunding? Bu qon tomirdan beradi. Bu vena arteriyaga. Yo'q, vena arteriyaga ulaydi, o'shdan beradi. Endi bularni hali hujayra bo'lgani uchun baribir nimasi bor, riski bor-ku. O'sha vena arteriyadan beradi. Hozir o'sha hujayrani to'plashni boshlashdi. Ukini kelganda pul to'lashmabdi deb aytdi-da Sinom xo'ja. Mustafoga telefon qilib pul to'lashmabdi desam, bularning sistemasi ishlamayapti dedi. Keyin bir vaqtda aqdiy qog'ozlar tashadi, keyin bular ko'rib ha deyishdi-da. Bular sistemasi ishlab ko'rinmagan ekan. Bular sistemasida keyin Mustafa qog'ozlar tashab, o'sha hujayrasi to'planyapti. O'shaning uchun Xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi bo'lib ketdi. Bularning maqsadi ham shu immunitet yaxshilikni o'tkazib olaylik deb. O'sha hali doktor ham o'sha nimalarni qo'yib aytuvdi. Ular yaxshi. Yana nima qilyapmiz degandek gaplashishdi ishxonada hali gaplashishdi. Tushunib qolasizda baribir. Ikkinchi hasad Narsa. Yo'q, yetib borolmayman. Yig'ishtirdi va Ya Xudo xolasa yaxshi inshaalloh. zo'r bo'ladi hali. Kamronbekni o'zida hammasi. Mana men dadam aytyapti-ku, ukam kichkina edi-da, mana shu yergacha ishlamay qolgan. O'sha monetlaridan nafas olmay yo'qotib qo'ydik, keyin osh qilib nima qilganimizcha kech bo'lib ketdi. Ya endi ayam shu yerda Xudo xolasa tez nima yegisi kelsa yetsin, Kamronbek Xudo xolasa yaxshi qiladi, chekski qilib beradi. Navoiyski bilmaydi, chekski biladi. Yar chekski. Yarim chekski. Xudo xolasa hali zo'r bo'lib ketasiz. O'sha bolani ko'rsak Yomonidan Xudo saqlasin, Nilufar opa. Xudo xolasa hali ko'rmaganday bo'lib ketadi. Ana to'plardi, banglar to'plar yo'q. Kecha shuni gaplashibmiz. Hamma narsa Allohdan. Hech kim Biz qaytarilganlar dam olasizlar ham. Yaş günlerde daim bir